Mexanika korobka minayotganda nimalarga ahamiyat berish kerak? Svetoforlarda to'xtab turish qoidalari va mashinaga o'tirganda nima sozlamalarga qarab turib, nimalarni o'ziga sozlab olishingiz kerak. Videoda oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring, men mexanikani qanday qilib minishlarini va buni qonun qoidalarini sekinlik bilan, astalik bilan sizlarga tushuntirib beraman. Videomizni oxirigacha ko'rib boring. Birinchi o'rinda mashinamizni skorosini, masalan, xalosligini bilib olamiz mana. Bunday qilsalarni o'sha xalostoy ekan. Bitta ochasiz kalitni, ochganingizdan keyin mana bu datchigimizga ko'tariladi, bitta tushadi. Tushgandan keyin zavat qilasiz. Zavat qilganingizdan keyin обязательно birinchi qiladigan ishingiz bakovoylar, masalan, yangi mashinaga o'tiradigan bo'lsangiz, bakovoylarga qarab berishingiz kerak. Bakovoylarga qarab turib, bakovoylarni o'ziga sozlab olishingiz kerak. Nimaga? Siz avgonga chiqasiz, yo bo'lmasa sekin chiqayotganingizda, orqadan kelayotgan mashinaning holatini ko'rish maqsadida bakovoylarimiz qo'yilgan. Bu bakovoylar bekorga qo'yilmagan. Bu bakovoylarga qarab turish uchun qo'yilgan. Keyin ikkinchi o'rinda shuni yurishdan oldin remenimizni taqib olamiz. Remenimizni taqqanimizdan keyin splenani bosamiz. Splenani bosib turib, birinchi skorusga uramiz. Uni qattiq tarsatib bas. Birinchi skorusga mana chap tomonga olib turib, sekin uramiz. Urganimizdan keyin ruchnoy aniq ko'tarilgan bo'ladi. Ruchnoyni tushirgan holatda bakovoyga qarab turib, pavorotni yoqamiz. Pavorotni yoqib, chap tomonda mashina yo'qmi, o'shanga qarab turib, ko'pchilik shuni qaramasdan ham chiqib yuboradi. Yo'q, bu bakovoyga qarab, mana nimalarni pavorotniklarni yoqib, sekin bismillah deb bir xilda chiqish kerak mana. Splenadan sekin nimani olib turib, boshida minayotgan odam gazni sekin kachatlab turib, sekin chiqish kerak mana. Uje chiqyapsizmi? 20 dan sekin mana 20 dan o'tyaptimi? Uje ikkinchi skorusga olish kerak mana. Yana sekin ketaverasiz. Keyingisi 40 ga yetganda 3-skorusga olasiz. 3-skorusga olib sekin ketaverasiz. Keyin ko'p joylarda ko'pchilik xato qilib qo'yadigan narsa, masalan, mana shu 3 ta palasa mana, bitta, ikkita, 3 ta palasa bo'ladigan bo'lsa, ko'pchilik chap tarafga o'tib oladi-da, chap tarafga o'tib olib turib, bir xilda ketaveradi. Mana shu holatda ketaveradi. Yo'q, bu bir xilda ketilmaydi. Masalan, har bitta palasaga o'tayotgan joyimizda ham mana pavorotniklarni ishlatib o'tinglar. Masalan, chapga o'tmoqchimisiz? Chapda qarabda pavorotni yoqib turib o'tib oling. O'ngga o'tmoqchimisiz? O'ngga o'tishda qiling. Nimaga? Orqadan kelayotgan mashina o'zi strahobkasini olib beradi. Strahobkasini olib turib qanaqangi yuray ekan degan bilan yuradi-da. Masalan, endi siz bilmasdan chapga bitta ovozdan o'ngga o'radigan bo'lsangiz, ko'pchilik qiynalishi mumkin. O'shani hisobiga pavorotniklarni ishlatib bemalol nima qilishingiz mumkin. Endi mana tezligimiz 50 ga o'tganda 4 skorga olasiz. 4 skorga olib ketaverasiz. Bu mana svetoforimiz hozir qizil yonsin-da. Qizil yonganda men sizlarga bir narsa ko'rsataman. Mana ko'pchilik keladi, shuni skorusda qoladi-da, birinchi skorga urib mashina turaveradi. Yo'q, bu nima bo'lmaydi. Masalan, buni xalostoy qilib qo'yiladi. Xalostoy qilib tormozni o'zini bosib turiladi. Tormozni nimaga? Korobkasi ketib qolishi mumkin. Masalan, birinchi skorga urib qo'yib turadigan bo'lsalar, korobkasi ketib qolishi mumkin. Shuni hisobiga splenani bosmasdan xalostoy qilib qo'yib tormozni o'zini bosib turasiz. Svetoforga qaraganingizda mana o'sha vaqtlar ozgina qolganda, keyin birinchi skorga urib turib, sekin yurishni boshlaysiz mana. Sekin yurishni boshlayverasiz mana. Xuddi aytib o'tganimdek, 20 ga o'tganda sekin nima qilasiz? Yana sekin 40 ga yetadigan bo'lsa, buni 3-skorga olasiz. Bemalol mana qaranglar. Keyin yana to'xtamoqchi bo'lsangiz, chap tarafga sekin pavorot yoqasiz, bemalol to'xtasangiz bo'laveradi. Birinchi aytib o'tganimdek, mashinani soz holatiga qarash kerak. Hamma tarafini ustalarga olib borib ko'rsatib boshqa qilish kerak. Endi masalan bu Matiz avtomobilimizda zatnik yuradigan bo'lsak, mana o'ng tarafga itarib turib, orqaga uji mana zatniga urildi. Birinchi o'rinda bakovoylarga qaraymiz. Birinchi o'rinda bakovoylarga qarab, sekin yurishni boshlaymiz mana. Bakovoylarga qarab sekin yurishni boshlaymiz. Qaranglar mana. Yana to'xtab turib, yana xalosdi mana. Yana birinchi skorga yurasiz. Splenani sekin qo'yib olib turib, gazni mana. Splenani sekin qo'yib olib turib, gaz kachatlayapman mana. Eshitayotgan bo'lsalar. Mana, o'zi ketdi. Mana splenani bosasizlar, gazni bunday qilib bosaveradiganlar bo'ladi. Yo'q, splenni oyoqlarini olib turib, gazni bosaverasizlar. Keyin shunda bemalol minsalaring bo'laveradi. Videomiz foydali bo'ldi deb o'ylayman. Mexanika korobkani qanaqa qilib minaman deb o'ylanib yurgan tanishlarga shu videolarni
jo'natib qo'yinglar. Xudo xolasa, masalan, aytib o'tganimizdek, hech qachon qo'rqmang. Hech qachon qo'rqmang tavakkal qilishdan, mexanika minishdan. Ko'pchilik men mexanika minolmayman, mexanika mingani qo'rqaman, bunaqa deydi. Yo'q. Mexanika mingani umuman qo'rqmang. Bemalol minsiz bo'laveradi, juda ham zo'r bo'ladi. Xudo xolasa shu videomizga like bosib qo'yish eslangizdan chiqmasin.